Uning lablari peshonamga tegdi. Keyin yuzimga. Nihoyat lablarimiz birlashdi. Bu shunday otashin ediki, men o'sha uzumzor soyasida o'zimni yo'qotdim va qayta tug'ildim. Mening ismim Nafisa. 19 yoshdaman. O'sha yoz hayotimdagi eng esda qolarli yoz edi. Institutdan qishloqdagi uyimizga yozgi ta'tilga qaytgandim. Kunlar bir maromda issiq va sokin o'tardi. Ammo kechalari boshqacha edi. Osmonda yulduzlar charaqlar, havo salqin tortib, allaqanday sirli bir muhit hukm surardi. Qo'shnimiz Saodat opaning o'g'li Azamat. U mendan 3 yosh katta. Bolaligimiz birga o'tgan. Birga o'ynardik, birga ulg'aydik. Lekin men institutga ketganimdan keyin u ancha o'zgargandi. U endi yigitcha emas, haqiqiy yigitga aylangandi. Bo'ylari cho'zilgan, yelkalari kengaygan, nigohlari esa endi bolalarcha beg'ubor emasdi. Ularda boshqa bir ma'no, boshqa bir olif paydo bo'lgandi. Yoki men uni shunday ko'rayotgandim. O'sha oqshom men hovlimizdagi so'rida yulduzlarga termulib choy ichib o'tirardim. Orqamdan tanish, ammo endi chuqurlashgan ovoz eshitildi. Yana yolg'izlikni quchib o'tiribsanmi, Nafisa? Bu Azamat edi. U kulib turardi, ammo ko'zlari meni butunlay boshqacha o'rganardi. Yuragim gupillab ketdi. Salqin havoda o'tirgim keldi, dedim ohista. U yonimga o'tirdi. Bir muddat jim qoldik. Faqat chigirtkalarning chirillashi eshitilardi. Sen ancha o'zgaribsan, dedi u nihoyat, ovozi negadir bo'g'ilib. Go'zallashibsan. Men qizarib ketdim. Boshimni egdim. Sen ham, dedim pichirlab. Suhbatimiz avvaliga bolalik xotiralari bilan boshlandi, kulishdik. Lekin asta-sekin suhbatimiz jiddiylashdi. U shahardagi ishlari haqida, men esa o'qishim haqida gapirdim. Lekin gaplarimiz ular shunchaki gap emasdi. Ular orasida aytilmagan so'zlar, yashirin nigohlar bor edi. Birdan u jim qoldi. Menga shunday tikilib qaradiki. Bilasanmi, Nafisa? Men seni ko'p yillardan beri boshqacha his qilaman. Avvaliga bu shunchaki qo'shnichilik mehri, ukalik mehri deb o'ylardim. Lekin sen ketganingdan keyin seni shunday sog'indimki. Sen ulg'ayganing sari sening ko'zlaring, sening kulgularing meni aqldan ozdirdi. Yuragim qafasdan chiqib ketayozdi. Men so'z topolmadim. Ammo ko'zlarim unga allaqachon javob berib bo'lgandi. U asta qo'limni ushladi. Qo'llari qaynoq, kuchli, ammo shunday mayin ediki. Men qarshilik ko'rsatmadim. Bu men kutgan, ich-ichimdan orzu qilgan lahza edi. Qo'rqyapsanmi? Yo'q. Faqat bu tuyg'u bu shunday kuchli ediki. Yuragim bo'g'zimga tiqilgandek edi. Azamat asta qo'limdan tortib o'rnidan turdi. Meni hovlimiz orqasidagi oy nurida yaltirab turgan uzumzor tomon boshladi. O'sha yerda salqin toklar soyasida biz yana yuzma-yuz keldik. Havo yomg'ir hidiga to'lgandi. Go'yo tabiat ham bu tunning sirli bo'lishini bilgandek edi. Menga yaqinlashdi. Nafasi yuzimga urildi. Uning lablari peshonamga tegdi. Keyin chakkalarimga, yuzimga. Nihoyat lablarimiz